Assalomu Pavonia ishqibozlarimi. Bugun Pavonia qalamchalarni ekishda davom etyapmiz undirishda. Bugun yana o'zimizda bo'lgan shanton navli qalamchalarni ekish jarayonini ko'rsatib boramiz. O'z ko'rib turgan qalamchalarimiz shanton navi 200 dona. Mana bu esa Bergamoska aralashtirilgan gung. Bunga kamroqgina Bergamoska aralashtirganmiz. Ekish jarayonini ko'rsatamiz. O'sha bo'lamiz oldindan kamroq. Mana chuvalchanglar ham bor. Ko'rinib turibdi. Mana hech ta'sir yo'q bunga. Hech ziyoni yo'q. O'rtasida. Tashlab oldik. Qalamchalarni terib chiqamiz. Qalamchalar katta qalamcha. Ko'ramiz necha yuz dona ketadi. Barchasidan chiqarib qo'yish kerak. Chunki qalamchaning soni ko'p. Bunga rosa undirib olsak, kartoshkaga o'xshab naq chiqarsa bo'ldi. Darrov salafanga o'tkazamiz. Bosib chiqamiz. Joylashib tashlaymiz. Yana bir qavat terib chiqamiz.